aka, hozir mana Aspalga keldik. Hozir Marg'ilonda turibmiz. Eshanguzarda biz. Hozir Ro'zada 2025-yil, yangi sezonda biz. Bu nech puldan tushadi kvadrati? Xonadon bo'lganligi uchun kvadratga hisoblayveramiz. Bet 60 ming so'mdan tushdi. 1 kvadrati 60 ming. Nima ichiga kiradi? Xo'p, asfalt o'zi, usta xizmatlari, bir kun oldin kelib bir trammovka qilib ketish, shu mahsulotlar ichiga kiradi. Bu ichida tayyorli narsani o'zi uydagi olib beradimi, metr so'yadi? Olib berasiz. Biz nolga o'zimiz trammovka moslab olamiz. O'zlaringiz moslab trammovka qilib olasizlar. Bundan tashqari bordorimizni 1 metrini 30 mingdan ham yo'q ichida sizlar. Ham yo'q ichida. Mahsulot o'zi ham, usta xizmati ham o'zimiz ham moslab chiroyli qilib, mijozi rozi qilib tayyorlab ketamiz. Bat necha kvadrat hozir? 370 kvadrat bo'ldi. Katta joy ekan-a, вообще. Bu yerda ko'cha ham bor-da, shuning uchun umumiy 370 bo'ldi. Hozir aspargisi istashgandan ko'ra yaxshimi o'zi? Ha, buni nolga to'g'irlab, suvni oqishlarini hammani to'g'irlab ketamiz. Hozir misol yomg'ir yog'sa, mana shu yerga, примерно mana yerga yomg'ir yog'di deylik, ketadi anaqa. Ketadi. Mabodo ba'da qolib ketsa-chi? 1 yillik kafolatimiz bor. 1 yil garantiya berasizlar. Bu eng minimum 1 yilda bu ketaveradi. Buni endi hozir eng qizig'i rossiyskiy toza original betondan ishlatilyapti. U ham ancha kachistvaga foyda bo'lsa kerak. Bu moslashgandan keyin aka lomni urishadimi o'tib, urilgan joyda o'zi bo'ladi xolos. Atroflari ketmaydi, yoriladi. Xullas kachistvaga garantiya hammasiga javob berasizlar o'zlaring. Hozir Marg'ilonda obyektda turibmiz, nomer qoldiryapmiz. Asfalt xizmati bo'lsa, boshqa kattaroq obyektlar bo'lsa arzonroq qilib berasizlar. Obod yo'llar jamoasi vodiyda obod qilishda davom etadi. Brend ham